Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun men sizlarga matematikadagi oddiy bitta qoidani tushuntirishga harakat qilaman. Demak, misol uchun 15 ning kvadratini hisoblashimiz kerak. Demak, 15 ning kvadrati degani 15 ni 15 ga ko'paytirish degani, ya'ni istalgan sonning kvadrati o'sha sonni o'z-o'ziga ko'paytirish. Buni agar xo'p, ko'paytira olsak, 15 ni 15 ga ko'paytiryapmiz. 5 2 7 5 1 5 2 1 225. Endi xuddi shunday misol uchun 25 ning kvadratini hisoblash talab qilinyapti, ya'ni so'ralyapti. Nima qilamiz? Bunda ko'paytirib o'tirmaymizda 2 ni 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 2 dan bitta katta son 3 ga ko'paytiramizda 2 kira 3 6 6 oxiriga 25 qo'yib qo'yaman. 625 bo'ldi ekan 25 kvadrat. Yoki 35 ni kvadratini hisoblashimiz kerak. 3 ni olaman. 3 ni 3 dan bitta katta son 4 ga ko'paytiraman. Ya'ni 3 ni 3 dan bitta katta songa, ya'ni 4 ga ko'paytiraman. 12 oxiriga 25 qo'yib qo'yaman. Yoki 1225. Endi 45 ni masalan, 45 ni ham xuddi shunday. 4 ni 4 dan bitta katta son 5 ga ko'paytiraman. 20 oxiriga 25 qo'yib qo'yaman. Ya'ni mana shu tartibda istalgan son kvadratini hisoblash mumkin bo'ladi. Istalgan son qaysiga 5 bilan tug'ilgan son bo'lsa agar, demak, faqat bitta sharti 5 bilan tugash kerak. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yishlaringizni so'rayman. Rahmat.